Assalomu alaykum hurmatli go'zal ayollar va podpisчиктар. Bugun sizlarga Oriflame kompaniyasining Novage seriyasi haqida gapirib bermoqchiman. Aynan mana shu seriyani o'zim yuzimda ishlatganim uchun ham effekti bo'ldi, ya'ni natijasi bo'ldi. Shunday ekan sizlarga ham tavsiya qilaman. Demak, ishni yuzimizni yuvishdan boshlaymiz. Qani keling. Yuz uchun maxsus gel Novage seriyasining brilliant mana shunaqangi ko'rinishini yaxshilab yuzimizni yuvib olamizda, artib olamiz, nechta qavatini tozalab olamizda va birinchi ko'z atrofida suriladigan ushbu kremni 4-barmog'imiz bilan shunchaki ko'zimizning atrofiga ajinlarni ketkazish uchun ham urib qo'yamiz. Bilib qo'yganingiz maqsadga muvofiq, chunki ko'z terimiz yuzimizdagi teridan 10 barobar nozikroq hisoblanadi. Shuning uchun ham ajin tushishi ehtimoli ko'proq. Shunday ekan, mana shu kremlarimiz sizga yordam beradi. Navbatdagisi sviritka, bu esa zardob hisoblanadi. Zardob yuz uchun juda ham foydali va men buni juda ham yaxshi ko'raman. Buni o'zi 2-3 tomchi shundoqqina oqizib qo'yib, urib qo'yganingiz maqsadga muvofiq edi, lekin men video uchun alohida surib chiqdim va tezda vaqt o'tmasdan mana shunaqangi kunduzgi kremimizni yoki bo'lmasa tungi kremni surib olishimiz mumkin. Bu krem SPF krem sizni yuzingizni namlikda ushlab turadi va shu bilan birga quyoshdan saqlaydi, dog'larni ketkazadi va mana bunaqangi maskasi ham bor. Ushbu Novage seriyasini, brilliant seriyamizni aytgancha uxlab qolibman-ku. Voy, tungi krem esimdan chiqib qoldi. Tungi krem yuzlaringizni tuni bilan tongga qadar oziqlantirib chiqadi. Novage seriyasiga mana shunaqangi ikkita qo'l kremlar ham sovg'a sifatida berildi va bu qo'lingizning ustidagi dog'larni ketkazadi va navbatdagi sovun esa juda ham betakror. Yarim asrlik tajribaga ega bo'lgan ushbu kompaniyaning mahsulotlari Shvetsiyadan